Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda ichki yonuv dvigatellaridagi gaz almashish va siqish jarayonlarini o'rganamiz. Ushbu mavzuda ichki yonuv dvigatellaridagi gaz almashish va siqish jarayonlarining nazariy asoslarini o'rganamiz. Dastlab gaz almashish jarayonining mohiyati va uning dvigatel ishlashiga ta'sirini ko'rib chiqamiz. Shundan so'ng kiritish jarayoni hamda gaz taqsimlash fazalarining vazifalarini tahlil qilamiz. Keyingi qismda qoldiq gazlar koeffitsiyenti va to'ldirish koeffitsiyentining dvigatel samaradorligiga ta'sirini o'rganamiz. So'ngra siqish jarayoni, uning fizik mohiyati hamda siqish oxirida hosil bo'ladigan bosim, harorat va boshqa asosiy parametrlar ko'rib chiqiladi. Dars yakunida mavzu bo'yicha umumiy xulosalar chiqariladi va muhim tushunchalar mustahkamlanadi. Ichki yonuv dvigatelining eng muhim ish jarayonlaridan biridir. Ushbu jarayon davomida silindrga yangi zaryad, ya'ni havo yoki yonuvchi aralashma kiritiladi va yonishidan hosil bo'lgan ishlatilgan gazlar tashqariga chiqarib yuboriladi. Keling, endi bu muammoning yechimini ham ko'rib chiqamiz, ya'ni kiritish jarayonlari. Dvigatelning yuqori quvvat bilan ishlashi uchun silindr imkon qadar ko'proq yangi zaryad bilan to'lishi kerak. Buning uchun porshin pastga harakatlanganda silindr ichida siyraklanish hosil bo'ladi va kiritish klapani orqali havo yoki havo yonilg'i aralashmasi silindrga oqib kiradi. Gaz almashish fazalarining to'g'ri tanlanishi kiritish klapining o'z vaqtida ochilishi va havoning qarshiliksiz harakatlanishi silindrning to'liq yonishini ta'minlaydi. Xo'p, endi dvigatelning quvvatini oshirish, yoqilg'ining sarfini kamaytirish va samaradorlikni yaxshilash uchun nima qilish kerak? Kiritish jarayonini mukammallashtirishimiz kerak. Silindr qanchalik to'liq yangi zaryad bilan to'ldirilsa, yonish jarayoni shunchalik sifatli kechadi. To'liq yonish esa ko'proq energiya ajralishi va yonilg'i quvvat bilan hosil bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun zamonaviy dvigatellarda kiritish tizimi, klapanlar va havo yo'llari maksimal samaradorlikni ta'minlash uchun takomillashtiriladi. Gaz taqsimlash fazalari bu oddiy burchaklar yig'indisi emas. Ular dvigatelning nafas olishini boshqaruvchi muhim mexanizm bo'lib, quvvat, tejamkorlik va ekologik ko'rsatkichlarini belgilab turadi. Gaz taqsimlash diagrammasi klapanlarning qachon ochilishi va qachon yopilishini aniq ko'rsatib beradi. Yechim shundan iboratki, klapanlar porshin chekka nuqtada, ya'ni porshin yuqori chekka nuqtaga yetganda emas, balki biroz oldin ochilib, biroz keyin yopiladi. A nuqtada kiritish klapining ochilishi, B nuqtada kiritish klapining yopilishi, C nuqtada chiqarish klapining ochilishi, D nuqtada esa chiqarish klapining yopilishi ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, klapanlar porshin harakatidan mos ravishda oldinroq ochilib, keyinroq yopiladi. Bu havo oqimining inersiya kuchidan foydalanishga yordam beradi. Natijada silindr yaxshi to'ladi, ishlatilgan gazlar samarali chiqariladi va dvigatel quvvati ham tejamkorligi oshadi. Qoldiq gazlar miqdorini kamaytirish uchun gaz almashish jarayoni samarali tashkil etilishi kerak. Buning asosiy yechimi chiqarish klapining o'z vaqtida ochilishi, ishlatilgan gazlarning to'liq chiqarilishi va silindrga yetarli miqdorda yangi zaryad kiritishni ta'minlashdir. To'ldirish koeffitsiyenti, ya'ni ushbu koeffitsiyentni oshirish uchun silindrga kirayotgan havo miqdorini maksimal darajada ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun kiritish tizimini qarshiligini kamaytiriladi, klapan fazalari to'g'ri tanlanadi va havo oqimi silindrga erkin kirishi ta'minlanadi. Silindr qanchalik yaxshi to'lsa, yonish jarayoni shunchalik sifatli kechadi. Uchqunli dvigatellarda bu ko'rsatkich odatda 75-85%, dizel dvigatellarda esa 78-94% atrofida bo'ladi. Demak, to'ldirish koeffitsiyenti qancha yuqori bo'lsa, silindrga shuncha ko'p havo kiradi. To'ldirish koeffitsiyentiga bir vaqtning o'zida bir nechta omillar ta'sir ko'rsatyapti. Kiritish bosimi ortganda silindrga ko'proq havo kiradi va to'ldirish koeffitsiyenti oshadi. Aksincha, havo harorati ko'tarilganda uning zichligi kamayib, natijada silindrga kiradigan havo massasi ham kamayib boradi. Klapanlar ochilish va yopilish fazalariga noto'g'ri tanlansa, havo oqimi cheklanadi va silindrning to'liq to'lmaydi. Bundan tashqari, qoldiq gazlarning ortishi yangi zaryad hajmiga kamayib,
to'ldirish sifatini yomonlashtiradi. Kiritish oxiridagi bosim, ya'ni kiritish oxiridagi bosimni yuqori darajada saqlash uchun havo yo'llaridagi qarshiliklarni kamaytirishimiz zarur. Buning uchun havo filtri toza bo'lishi, qabul qilish kollektori optimal shaklda loyihalanishi va klapanlarning ochilish darajasi yetarli bo'lishi kerak. Havo oqimi qanchalik erkin harakatlansa, bosim yo'qolishi shunchalik kam bo'ladi. Natijada silindrga ko'proq havo kiradi va to'ldirish koeffitsiyenti ortadi. Kiritish oxiridagi haroratni optimal darajada saqlash uchun silindrga kirayotgan yangi zaryad imkoni qadar sovuq va zich holatda bo'lishi kerak. Buning uchun kiritish tizimidagi qizish jarayonlarini kamaytirish, qoldiq gazlar miqdorini cheklash va issiqlik almashinuvini nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Harorat me'yoridan ortib ketganda havo zichligi kamayadi va silindrga kiradigan havo massasi qisqaradi. Natijada to'ldirish koeffitsiyenti pasayadi, dvigatel quvvati kamayadi. Shuning uchun zamonaviy dvigatellarda kiritish havosini sovutish va qizishni kamaytirish bo'yicha maxsus texnologiyalardan qo'llaniladi. Ushbu videomizda mana shu jarayonni ko'rib turganingizdek, kiritish oxiridagi haroratga ta'sir etuvchi asosiy omillar ko'rsatib o'tilgan. Birinchidan, kirayotgan yangi zaryadning harorati. Havo qanchalik sovuq bo'lsa, uning zichligi shunchalik yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, qoldiq gazlar. Oldingi sikldan qoldiq gazlar issiq gazlar bilan zaryad bilan aralashib, umumiy haroratni oshiradi. Uchinchidan, yonish kamerasining devorlari. Klapanlar va porshin orqali uzatilgan issiqlik aralashmani qo'shimcha ravishda qizdiradi. Biroq kiritish jarayoni porshinning pastki harakatlanishi natijasida aralashma kengayadi va harorat ma'lum darajada pasayadi. Demak, kiritish oxiridagi harorat yangi zaryad harorati, qoldiq gazlar, issiqlik almashinuvi va kengayish jarayonlarining birgalikdagi ta'siri natijasida shakllanadi. Bu ko'rsatkich dvigatelning to'ldirish darajasi, yonish sifati va umumiy samaradorligini bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kiritish oxiridagi harorat qanchalik optimal bo'lsa, silindrga shunchalik havo ko'p kiradi. Yonish jarayoni samaraliroq kechadi va dvigatelning quvvati hamda tejamkorligi ortadi. Kiritish jarayonining asosiy yechimi. Siqish jarayonining asosiy yechimi nimada? Yonuvchi aralashmani yonishda tayyor holatga keltirishdir. Bunda porshin pastki chekka nuqtadan yuqori chekka nuqtaga qarab harakatlanadi va silindr ichidagi aralashmani siqadi. Natijada aralashmaning hajmi kamayadi, bosim va harorat esa ortadi. Shu orqali yonish jarayoni kuchli, tez va samarali kechishi uchun zarur sharoit yaratib beradi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, yuqoriga harakatlanish, ya'ni porshinning yuqoriga harakatlanishi aniq ko'rsatilgan. Porshin yuqoriga ko'tarilganda silindr ichidagi gaz siqiladi. Siqilish natijasida bosim ortadi, harorat ko'tariladi va aralashma yonishga tayyor holatga keladi. Bu 3 ta natija bosimning ortishi, haroratning oshishi va yonishiga tayyorlanish siqish jarayonining dvigatel ish siklining muhim bosqichi ekanligini isbotlaydi. Demak, siqish jarayoni qanchalik to'g'ri kechsa, keyingi jarayon shunchalik samarali bo'ladi va dvigatel quvvati oshadi. Siqish jarayonini tushunish uchun indikator diagrammasidan foydalanamiz. Bu diagramma siqish vaqtida hajm kamayib, bosim ortishini aniq ko'rsatadi. Porshin pastki chekka nuqtadan yuqori chekka nuqtaga harakatlanganda silindrdagi aralashma siqiladi. Natijada hajm V1 dan V2 ga kamayadi. Bosim esa P1 dan P2 ga ortadi. Demak, siqish jarayonining vazifasi aralashmani yonish uchun kerakli bosim va haroratgacha tayyorlashdir. Diagrammada birinchi nuqta siqish jarayonining boshlanishi, ikkinchi nuqta esa siqish jarayonining oxirini bildiradi. 1 dan 2 gacha bo'lgan egri chiziq siqish adiabatikasi deb ataladi va u o'sha konstanta tenglamasi bilan ifodalanadi. Egri chiziqdan ko'rinib turibdiki, hajm kamaygani sari bosim oshib boradi. Bu esa siqish jarayonida aralashmaning energiyasi ortishini ko'rsatadi. Shuning uchun siqish oxirida aralashma yonishiga tayyor holatga keladi va keyingi yonish jarayoni samarali kechadi. Siqish oxirida yuqori bosim hosil qilish uchun silindrga yetarli miqdorda yangi zaryad kiritilishi va aralashma samarali siqilishi kerak. Buning uchun dvigatelning siqish darajasi optimal tanlanadi, gaz almashish jarayoni sifatli amalga oshiriladi va silindrning germetikligi ta'minlanadi. Siqish oxiridagi bosim qancha yuqori bo'lsa, yonish jarayoni shunchalik tez va samarali kechadi. Natijada dvigatel quvvati ortadi va yoqilg'ining foydalanish samaradorligi yaxshilanadi.
Ushbu diagrammada siqish oxiridagi bosimning 3 kunlik va dizel dvigatellaridagi qiymatlari taqqoslangan. Ko'rinib turibdiki, 3 kunlik dvigatellarda siqish oxiridagi bosim odatda 0.9 dan 1.6 megapaskalgacha bo'ladi. Dizel dvigatellarda esa bu ko'rsatkich 3.5 dan 5 megapaskalgacha yetadi. Dizel dvigatellarda bosimning yuqori bo'lishi siqish darajasining kattaligi bilan izohlanadi. Yuqori bosim natijasida havo harorati keskin ortadi va yonilg'ining purkalgani o'z-o'zidan alangalanish uchun qulay sharoit hosil qiladi. Demak, siqish oxiridagi bosim yonish jarayonining samaradorligini belgilovchi asosiy parametr bo'lib, uning qiymati dvigatel turi va konstruksiyasiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Siqish oxiridagi bosim qancha yuqori bo'lsa, yonish uchun yaratilgan sharoit shuncha yaxshi bo'ladi. Shu sababli dizel dvigatellarda siqish bosimi 3 kunlik dvigatellarga nisbatan bir nechta barobar yuqori bo'ladi. Siqish oxiridagi haroratni kerakli darajaga yetkazish uchun aralashma samarali siqilishi kerak. Benzinli dvigatellarda harorat odatda 650 dan 800 kelvin atrofida bo'ladi. Dizel dvigatellarda esa siqish darajasi yuqoriroq bo'lgani uchun harorat 900 gacha bo'ladi. Aynan shu yuqori harorat dizel dvigatellarda yonilg'ining o'z-o'zidan alangalanishiga sharoit yaratadi. Rasmda 3 kunlik va dizel dvigatellarning siqish oxiridagi harorati taqqoslangan. Ko'rinib turibdiki, dizel dvigatellarda harorat yuqoriroq, chunki dizel dvigatellarda havo kuchliroq siqiladi. Siqish kuchayganda bosim ortadi. Bosim ortishi bilan harorat ham oshadi, natijada silindr ichida yonish uchun qulay sharoit hosil bo'ladi. Demak, siqish oxiridagi harorat dvigatel turi, siqish darajasi va aralashma tarkibiga bevosita bog'liq bo'ladi. Politropik ko'rsatkich siqish jarayonida issiqlik almashinuvi qanday kechayotganini tushuntirib beradi. Agar issiqlik almashinuvi bo'lmasa, jarayon adiabatik bo'yicha boradi. Agar harorat o'zgarmasa, jarayon izoterma bo'ladi. Haqiqiy dvigatelda esa jarayon odatda shu ikki holat o'rtasida kechadi. Shuning uchun siqish jarayoni politropiya tenglamasi bilan ifodalanadi. Diagrammada 3 ta egri chiziq ko'rsatilgan: adiabator, politropa va izoterma. Adiabator eng tik chiziq bo'lib, issiqlik almashinuvi yo'qligini bildiradi. Izoterma esa eng yotiq chiziq bo'lib, harorat o'zgarmasligini ko'rsatadi. Politrop esa adiabator va izoterma orasidagi joylashadi. Bu haqiqiy siqish jarayonida issiqlik almashinuvi mavjudligini isbotlaydi. Demak, o'sha politropik ko'rsatkichimiz qiymati siqish jarayonining qanchalik adiabatik yoki izotermik kechayotganini ko'rsatadi. Politropik ko'rsatkich qanchalik katta bo'lsa, jarayon adiabatikasiga yaqinlashadi. Politropik ko'rsatkich kichik bo'lsa, izotermaga yaqinlashadi. Siqish jarayonining to'g'ri tanlanishi, ya'ni to'g'ri tashkil etish dvigatelning amaliy samaradorligini oshiradi. Agar siqish samarali kechsa, yonuvchi aralashma yaxshi tayyorlanadi. Agar yonish kuchliroq bo'ladi, dvigatel esa ko'proq quvvat hosil qiladi. Shu bilan birga yoqilg'i tejaladi, zararli gazlar kamayadi, dvigatel detallari barqaror ish rejimiga o'tadi. Rasmda siqish jarayonining 4 ta amaliy natijasi ko'rsatilgan: quvvat, tejamkorlik, ekologiya va ishonchlilik. Samarali siqish dvigatel quvvatini oshiradi, chunki yonish jarayonida to'liqroq kechadi. To'liq yonish yonilg'i sarfini kamaytiradi va chiqindi gazlar tarkibidagi zararli moddalarni qisqartiradi. To'g'ri siqish rejimi esa dvigatel detallarining ortiqcha yuklanishini kamaytiradi. Ularning xizmat muddatini uzaytiradi. Demak, dvigatel samaradorligini oshirish uchun gaz almashish va siqish jarayonlarini optimal tashkil etish zarur. Gaz almashish jarayoni silindrga yetarli miqdorda yangi zaryad kiritishini ta'minlaydi. To'ldirish koeffitsiyenti yuqori bo'lsa, silindr yaxshi to'ladi va dvigatel quvvati ortadi. Siqish jarayoni esa aralashmani yonishiga tayyorlab, bosim va haroratni kerakli darajaga yetkazadi. Rasmda 3 ta asosiy xulosa ko'rsatilgan. Gaz almashish quvvatini belgilaydi, to'ldirish koeffitsiyenti samaradorlikni oshiradi, siqish jarayoni esa yonish sifatini ta'minlaydi. Bu 3 ta jarayon bir-biri bilan bog'liq. Silindr yaxshi to'lsa, siqish samarali kechsa, siqish yaxshi bo'lsa, yonish sifatli ortadi. Yonish sifatli bo'lsa, dvigatel kuchli, tejamkor va barqaror ishlaydi. Shunday qilib, gaz almashish va siqish jarayonlarini optimallashtirish ichki yonish dvigateli samaradorligini oshirishning asosiy omili hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yanada murakkab jarayonlarni birgalikda tahlil qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.